Ushbu loyiha Xalq banki hamkorligida Andijon viloyati Oltinko'l tumani Chaqqon 2 MFE 498 konturida amalga oshirilmoqda. Bu yerga makka-jo'xori mahsulotlari ekilgan bo'lib, maydon hajmi 11,4 gektarni tashkil etadi. Maydonning uzunligi 600, eni esa 233 metrdan iborat. Bu yerga ekilgan ekinlar zamonaviy usullar bilan parvarish qilinmoqda. Har hafta sug'orish ishlari va tabiiy mineral o'g'itlar bilan oziqlantirish ishlari olib borilmoqda. Ushbu loyihaga 84 ta dehqon xo'jaligi biriktirilgan bo'lib, har bir dehqon xo'jaligiga 14 sotix yer maydoni to'g'ri keladi va biriktirilgan. Loyihani amalga oshirish uchun dehqon xo'jaliklarda yetarlicha tajribalarga ega. Hozirda bu yerga lider tadbirkor Qayirma Agromir MChJ biriktirilgan.